Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 26 apreldan 3 mayga qadar ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 30 aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 26 aprelda kechasi 10-15 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 27 apreldan 3 maygacha kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 25-30 daraja. Faqat 30 aprelda 23-28 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 26 aprelda 26-31 darajalik. 27 apreldan 3 maygacha 28-33 darajalik bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarishi bo'ladi. 26 va 30 aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 27 dan 29 aprelgacha va 1 dan 3 may kunlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 26-27 aprelda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 26-31 darajalik. 28 apreldan 1 maygacha kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik. 2-3 may kunlari kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 30 aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 26-27 aprelda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 26-31 darajalik. 28 apreldan 1 maygacha kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik. 2-3 may kunlari kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 30 aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 darajalikdan 17-22 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 30-35 darajada, faqat 2-3 mayda 28-33 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarishi bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 30 apreldan 2 maygacha qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 darajalik bo'ladi. Kunduzi 26-31 darajalikdan 23-28 darajaligacha o'zgarib turadi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgarishi bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Faqat 27 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgarishi yo'nalishida 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalikdan 7-12 darajaligacha, kunduzi 13-18 darajalikdan 17-22 darajaligacha o'zgarib turadi. O'zingizdan asrang, xayr, salomat bo'ling.